Assalomu alaykum. Men hozir sizlarga USPS haqida tushuntirib beraman. USPS o'zi nima, qanday ishlaydi? Qisqa lo'nda qilib tushuntirishga harakat qilaman sizlarga. USPS bu qisqa qilib aytganda mail, ya'ni pochta, governmental pochta, государственная pochta deyiladi. USPS buni facilitylari, ya'ni yuk chiqadigan, yuk olib qoladigan joylari har bitta shtatda bor. Har bitta shtatda 3-4 lab joylarida bor. Bu qanday ishlaydi? USPS o'zi qanday ishlaydi? Masalan, bitta shtatdan shu USPS facilityga hamma ketadigan pochtalar, ya'ni maillar to'planadi va u yerdan masalan bitta shtatdan boshqa Amerikaning shtatiga olib boriladi. Olib borilgandan so'ng o'ziga kerakli joylarga tarqatiladi va joy-joyiga olib borib beriladi. Biz qanday ishlaymiz USPS bilan? Shuni tushuntirib berishga harakat qilaman hozir. USPS shunaqa portali bor. O'zi shu pochta, governmental pochta portal yaratgan va bu portalga faqatgina brokerlarga access berilgan. Ya'ni faqatgina brokerlar bu portalga kirib bit qo'ya oladi. Bit nima degani? Bit xuddi auksiondagi gap. Ya'ni USPS, ya'ni shu governmental pochta o'zini yuklarini post qiladi. Ya'ni o'zini portaliga yuklarini chiqaradi. Har xil shtatdan bu shtatdan boshqasiga boradigan hamma yuklarni post qiladi va bu portalga faqatgina brokerlarda access bo'ladi. Ya'ni shu USPS bilan kontrakt qilgan brokerlarda. Brokerlar shu yuklarga bit qo'yadi, narx qo'yadi va bu 30 minut ichida hal bo'ladi. Ya'ni hamma broker shu USPS bilan kontrakti bor broker yukka narx qo'yadi va bir-birini narxini lekin bilishmaydi. Masalan, aytaylik, Kaliforniyadan Nyu-Jersiyga yuk chiqdi va USPS o'z portaliga bu yukni post qildi deylik. Shu postga broker narx qo'yadi. Masalan, Kaliforniyadan Nyu-Jersiyga 8000 narx qo'yyapti. $8000. Lekin boshqasi o'zini narxini qo'yadi. Qanchadir kamroq qo'yishi mumkin, balki ko'proq qo'yishi mumkin. Masalan, boshqa broker 7,5 narx qo'yapti. Va 30 daqiqadan so'ng shu 7,5 qo'ygan, ya'ni kamroq, eng kam qo'ygan narx yutadi shu yuk. Endi carrierlar, brokerlar bilan qanday ishlaydi? Bunda shu USPS bilan kontrakti bor broker bilan aloqaga chiqiladi. Ya'ni carrierlar USPS bilan kontrakti bor brokerga narx aytadi. Masalan, Kaliforniyadan Nyu-Jersiyga carrier brokerga aytyapti $8000 yutib berishini shu yukni auksionda. Broker o'zi ustiga qanchadir miqdorda narx qo'yib, shu portalga bit qo'yadi, ya'ni narxlaydi. Agar carrier 8000 xohlasa, broker o'zini xohishiga qarab 8200 yoki 8300, balkim 8,5 qo'yishi mumkin. Va shu yukni yutilganidan so'ng carrierga $8000 o'zi istagan narx beriladi va u yukni ustiga qancha qo'ygan bo'lsa, margin, masalan $200 ko'proq yoki $300 ko'proq qo'ygan bo'lsa, broker shu narxni o'ziga oladi. Hozir men sizlarga shu portalga o'xshagan saytni ko'rsataman. Bu yerda USPS portaliga qo'yiladigan hamma yuklar bu yerda ham qo'yiladi. Shu saytdan qanaqa yuk chiqayotganini ko'rsanglar bo'ladi. Xo'p, login qilamiz. Shu saytimizga. Mana ko'rib turganlaringizda hozirgi paytdagi hamma yuklarni bu yoqda bu saytimizda ko'rsatib beryapti. Men hozir po polочкам hammasini tushuntirib beraman sodda qilib. Xo'p, USPS portali ham xuddi shunga o'xshagan, faqat bu brokerlarda access bo'ladi u portalga, faqat unga brokerlar bit qo'ya oladi, ya'ni narxni oladi.
Bu saytda esa qanday yuk chiqayotganini ko'rib, biz brokerga aloqaga chiqib, shu yukka shuncha narx qo'yib berishini so'ray olamiz. Masalan, ko'rib turibsiz, time remaining bu shu yuk tugashiga qolgan vaqt. Mana 28 minut 52 sekund bu orqaga qarab ketyapti. Har bitta yukka 30 minut vaqt beriladi. Narxlab va 30 minut ichida eng kam narx qo'ygan broker, ya'ni yutib oladi bu yukni. Hop, 28 minut qoldi. Remaining time expired degani bu o'zi bu yuklarga vaqti tugagan, ya'ni kimdir o'zi buni yutib bo'lgan, bunga bit qo'ya olmaymiz. Faqatgina shu vaqti bor, hali vaqti bor bitlarga narx qo'ya olamiz. Load ID har bitta yukni o'zini ID'si bor, ya'ni yuk nomeri bor. Shu yuk nomeri berilganda brokerga, broker adashmasdan qaysi yukni aytayotganlaringizni bilib oladi. Ya'ni bir xil liniya chiqishi mumkin. Masalan, St. Louis, Missouridan Phillipsburg, New Jerseyga 3 ta 4 ta bir vaqtda yuk chiqishi mumkin. Va load ID berganingizda siz aynan qaysi yukni narxlashni xohlayotganingizni, ya'ni bit qo'yishni xohlayotganingizni broker bilishi mumkin. Shuning uchun load ID juda ham muhim. Load ID berayotganda xato qilmaslik kerak. Qaysidir raqamni xato berganingizda ham shunda boshqa yukka narxlab xato yukni yutib qo'yishingiz mumkin. Bu yoqda har bitta yukni load ID'si bor. Total distance bu yukni loaded mile, ya'ni A tochkadan B tochkaga boradigan общий mile hisoblab qo'yilgan. Total distance'da ko'rsangiz bo'ladi. Va load start date ko'rib turibsizlar, bu yukni boshlanish vaqti. Shunga qarab o'zlaringni deadheadlaringni yukgacha bo'lgan, pikapgacha bo'lgan deadheadlaringni hisobga olgan holda shu vaqtga qarab hisoblashlaringiz kerak. Masalan, shu yukka St. Louis, Missouridan Phillipsburg, New Jerseyga pikapgacha sizlarda aytaylik 100 mil bor. Shunda kamida 2 soat vaqt olib shunga bit qilishlaringiz kerak bo'ladi. Va 30 minutini ham esdan chiqarmanglar. Yuk 30 minutdan keyin yutiladi. Xo'p, shunda 5:30 AM da yuk pikap qilinsa, sizda 100 mil bo'lsa, hech bo'lmaganda 2,5 soat oldin bit qilish kerak bu yukka. Xo'p, load and time yukni tugatish vaqti. USPS har doim 24 soat ishlaydi. Hamma facility'lar 24 soat ishlaydi. Bu juda ham qulay. Boshqa facility'larga qaraganda first come first serve emas yoki appointmentdan kech qolsangiz yuklamay qo'ymaydi. Lekin o'z vaqtida borish juda ham muhim, chunki broker bilan reputatsiyangizni yomon qilib qo'yishingiz mumkin va broker sizga boshqa yuk bermasligi mumkin. Lekin har bitta facility'lari 24 soat ishlaydi. Bu degani, agar siz birorta yukni, masalan, St. Louis, Missouri, Phillipsburg, New Jerseyda 5:30 da pick-up qilib olsangiz, ya'ni yukni yuklab olsangiz, bu degani 24-kuni 2:42 AM da olib olishingiz shart degani emas. Undan ko'ra ertaroq olib borib delivery qilsangiz ham bo'ladi. Ya'ni yukni ertaroq olib borib bersangiz bo'ladi. Lekin bundan kech qolmaslik kerak. Belgilangan vaqtdan kech bormaslik kerak. Va bu yerda ko'rib tursangiz, ko'rganingizda stoplarni yozib qo'ygan va adres, bu yoqqacha adres. O'zi St. Louis, Missouri, city and state va zip code. Bu yoqdan pick up qilinish joyi va ikkinchisida pastida delivery qilinadigan joy. Tushungan bo'lsangiz, shunaqa 30 minut vaqt beriladi. Bunga siz broker, USPS bilan ishlaydigan brokerni topib, shunga bit qo'yishingiz kerak, ya'ni yukni narxlashingiz kerak bo'ladi. Va 30 daqiqada siz yutdingizmi bu yukni, yutkazdingizmi, broker sizga aloqaga chiqib aytadi. Rahmat kattakon, shu bilan USPSimiz